Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Yangi darsimizga xush kelibsiz. Bugun Xudo xohlasa sizlar bilan birgalikda HTMLda tekst strukturasi degan mavzuni ko'rib chiqamiz. Bu darsimiz qisqaroq bo'ladi. Juda ham ko'p mavzu ko'rib chiqmaymiz. Ko'p narsalarni ko'rmaymiz. Menimcha tushunishga juda ham oson mavzu bo'ladi. Xo'sh, eslaringizda bo'lsa, kursimizni olib borish uchun papka qo'ygandik. O'sha materiallarni tartibli saqlash uchun o'sha papkaga o'tib olamiz. Menda bu papka HTML, CSS deb nomlanadi. Agar hali qo'ymagan bo'lsalaringiz, qo'yishni tavsiya qilaman. Shunaqangi papka qancha tartibli ishlansa, shuncha o'rganishga oson bo'ladi. Xo'sh, bugungi mavzumiz HTML ga oid bo'lgani uchun HTML papkasiga o'tib olaman. Bugungi darsimiz 6-dars. O'sha bugungi darsimiz mavzusiga bag'ishlab yangi papka qo'yaman. Xo'sh, sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. 6-dars HTML da tekst strukturasi deb nomlanadi. Bu mavzuga bag'ishlangan yana bir mavzu bor. Keling, buni shuning uchun 1 deb nomlaymiz. O'zimizni raqam bilan 1 deb nomlasak ham bo'ladi. Xo'sh, papkani qo'yib oldik va eslaringizda bo'lsa, o'sha HTML faylimiz, ya'ni o'sha proyektni birinchi kiruvchi HTML fayli har doim index deb nomlanadi. Bu o'zi ahamiyati yo'q. Xohlasangiz ismingiz bilan nomlang faylni. Men shu narsaga odatlanganman, shu index fayl deb nomlashga, birinchi faylni. Shuning uchun index deb nomlayman. Siz boshqa nom bilan nomlashingiz ham mumkin, ahamiyati yo'q. index.html deb nomlaymiz. Bunisini o'chiramiz. Mana bu yerda so'raydi, formatini o'zgartirmoqchimiz deb, ha deb tasdiqlaymiz. Mana index.html faylini qo'yib oldik va buni text editorda ochib olamiz. Eslaringizda bo'lsa, Notepadni birgalikda ustanovka qilgandik. Va ikkinchisi bu brauzerda ham ochib olamiz, ya'ni ishimiz natijasini ko'rish uchun buni yopsak ham bo'ladi. Keling, shularni ishlashimizga oson bo'lishi uchun yonma-yon qo'yib olaylik. Buni bu yerga qo'yib olamiz. Xo'sh, qancha tartibli ishlasak, o'zimiz uchun shunchalik yaxshi, albatta. Xo'sh, mana ikkalasini qo'yib oldik. Bu oldingi darsimizdan. Buni yopsak ham bo'ladi. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Birinchi shu 4-5 ta darsda HTML asosiy strukturasini bir boshdan har safar o'zimizni yodimizdan yozishni, ya'ni copy paste qilmasdan, kopировка qilmasdan qo'lda yozishni tavsiya qilaman. Shu orqali bu HTML asosiy strukturasi yodda qolishi ham oson bo'ladi. Uni mazmunini tushunish ham yana ham oson bo'ladi. Xo'sh, demak, birgalikda boshlaymiz. Yodlaringizda bo'lsa, birinchi qatorda keladigan narsa bu doctype, bosh harf bilan doctype HTML. Bularni hammasini tushuntirganman va yana qisqa tushuntirib ketaman. Bu brauzerga ma'lumot beryapmiz. HTML ni qaysi versiyasini ishlashni. HTML bu HTML 5, ya'ni hozirgi versiya uchun ishlatiladi yoki anglatadi HTML 5 ni. Xo'sh, keyin esa HTML tagimizni ochib, yopib olamiz va bu HTML tagimizni orasiga ikkita asosiy tag kiritamiz. Bunisi yodlaringizda bo'lsa head elementi. Bu yerda o'sha brauzer uchun qo'shimcha ma'lumotlar beriladi. Ikkinchisi bu body elementi. Body
Qo'lim kelishmayapti uncha. Charchagan ko'rinaman. Xush, mana kiritib oldik. Head elementimizni ichiga ikkita narsani kiritamiz. Menimcha shuni o'zi yetadi. Bu birinchisi meta charset va OTF8, ya'ni qaysi belgilar konvensiyasini ishlatishni ko'rsatyapmiz. Keyingisi title. Bu brauzerni mana bu qismida ko'rsatiladigan nom. Mana ko'rib turibsizlar, hozir shunchaki index deb turibdi. Bu yerga mavzumizni nomini kiritamiz. HTML da text strukturasi. Xo'sh, mana saqlanib qilib oldik. Siz mana bu yer orqali o'tib save as qilsangiz, yo'q, uzr, saqlanib qilingan. Men saqlanib qilganman, shu uchun nima deydi, yorqin rangda emas, ya'ni orqa fasonda ko'rsatilyapti, chunki men tastatur klaviaturani kombinatsiyasi bilan buni saqlanib qildim. Ctrl S. Xo'sh, mana buni endi yangilab olsak, mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda kiritilgan titleimiz bu yerda ko'rindi. Endi body qismiga mana bu oq derazamizda ko'rinadigan veb sahifamizni mazmunini kiritamiz. Xo'p, bugungi aytib o'tganimizdek, mavzumiz tekst strukturasi va shuning uchun tekst strukturasiga oid elementlarni ko'rib chiqamiz. Bugungi elementimiz, birinchi ko'rib chiqadigan elementimiz nomi bu H1. H ingliz tilidagi heading so'zini qisqartmasi, ya'ni bosh harfidan olingan. Bu elementimizni tagimizni yopib olamiz. Bu tagimiz nima uchun ishlatiladi? O'zi nomidan bilinib turibdi, agar ingliz tilini yaxshi biladiganlar bo'lsa, heading degani sarlavha degani. Ya'ni sarlavha veb sahifada sarlavhalarni shakllantirishda yoki ko'rsatishda ishlatiladi. Nima uchun bir turibdi? Bu bir uni darajasini ko'rsatish uchun ishlatiladi. H1, ya'ni birinchi darajali sarlavha. Keling, buni darajali sarlavha deb kiritamiz. Buni saqlanib qildim. Siz agar klaviaturani ishlatmasdan saqlanib qilsangiz, mana bu yerga o'tib, mana bu orqali saqlanib qilishingiz mumkin. Men saqlanib qilib bo'ldim. Keling, endi veb sahifani yuklaymiz. Mana juda ham katta yozuvda birinchi darajali sarlavha deb ko'rindi. Xo'sh, sarlavha menimcha ona tilini hammamiz o'qiganmiz, yaxshi tushunamiz. Sarlavha nima uchun ishlatilishini buni alohida tushuntirishga hojat yo'q. Birinchi darajali sarlavha nima uchun birinchi darajali? Shu narsani yodlaringizda tutishni tavsiya qilaman. Har bitta veb sahifada bir marta birinchi darajali sarlavha ishlatilishi mumkin. Veb sahifa bir-biri bilan o'sha havolalar orqali bog'langan juda ko'plab sahifalardan iborat bo'lishi mumkin. Men veb sahifa deganimda noto'g'ri tushunmang. Bitta sahifada aniqroq qilib aytganda, agar veb sahifada juda ko'p sahifalar bo'lsa, har bitta o'sha sahifada bir marta H1 ishlatilishi mumkin. Undan keyin esa keyingi darajali sarlavhalar ishlatiladi. To'g'ri, uni 2-3 marta ishlatsangiz, veb sahifa hech qanaqangi xatolik ko'rsatmaydi. Muammosi ishlayveradi. Faqatgina bu o'sha HTMLni sintaksida ko'rsatib o'tilgan qoidaga amal qilib yozilsa, albatta yaxshi. Xo'sh, keyingisi bu H2. Buni ham yopib olamiz. Ochib yopuvchi taglarni eslaringizda bo'lsa gaplashgandik. Ikkinchi darajali sarlavha. Buni keling, bu yer orqali bu safar bu gal saqlanib qilaylik. Mana saqlanib qildim va yuklab olamiz. Mana ikkinchi darajali sarlavha birinchisiga qaraganda ozgina kichikroq.
Shu narsani aytib o'tishim kerak. Agar veb sahifada shu sarlavhalardan foydalanganda uni tartibiga amal qilish tavsiya qilinadi. Ya'ni agar qayerdadir birinchi darajali sarlavha ishlatgan bo'lsangiz, undan keyingi keladigan sarlavhani darajasi bu ikkinchi bo'lishi kerak. Hali 3-4 xil darajali sarlavhalar bor. Keling, birinchi hammasini kiritaylik. 6 xil darajali sarlavhalar mavjud. Bu H6, kechirasiz 3. Bu tartib bilan keling, shuni tezlashtiramiz. Xo'sh, bu 3, bu 4, undan keyingisi 5, undan keyingisi 6, 7-inchisi esa mavjud emas, ko'payib ketib qoldi. Ularni tezda kiritib chiqamiz vaqtdan yutish uchun. Siz shoshilmasdan qilishingiz mumkin. 3-chi, 4-chi, 5-chi va 6-chi darajali sarlavha men saqlanib qilib oldim. Saqlanib qilishni unutmang. Mana ko'rib turganingizdek 6 ta darajali sarlavha veb sahifamizda ko'rsatildi. Raqam uni kattalashgan sari uni hajmi kichiklashib boraveradi. Keling, boyagi mavzumizga qaytaraylik. Ya'ni o'sha darajalarni tartib bilan ishlatish. Agar veb sahifada siz darajalarni, har xil darajadagi darajalarni ishlatadigan bo'lsangiz, uni tartibiga amal qilish tavsiya qilinadi. Ya'ni agar qayerdadir birinchi darajali sarlavha ishlatgan bo'lsangiz, undan keyin ikkinchi darajali sarlavhani ishlatish tavsiya qilinadi. Uni hajmi kichikroq bo'lgani uchun 3-chi yoki 4-chi darajaga o'tish bu noto'g'ri hisoblanadi. Siz ikkinchi darajali sarlavhani agar o'sha kattaligi to'g'ri kelmasa ham ishlatib, uni kattaligini keyinchalik boshqa atributlar orqali o'zgartirsangiz bo'ladi. Bu mavzularga hali yana qaytamiz. Shu narsani yodda tutishni tavsiya qilaman. O'sha tartibiga amal qilishni. 3dan keyin 4, 4dan keyin 5, hech qachon 1dan keyin 3-chisiga sakrab o'tib ketib qolmang. Bu noto'g'ri bo'ladi. Yo bo'lmasa, bitta veb sahifada sahifangizda qayerdadir faqatgina 3-chi darajali sarlavhani ishlatib o'tish noto'g'ri bo'ladi. Undan oldin 2-chi va 1-chini ishlatish shart. Tavsiya qilinadi. Sarlavhalarni menimcha tushunib oldik. Unchalik qiyin emas. Amaliyotdan kelib chiqib aytib o'tishim mumkin. Amaliyotda 5-chi va 6-chi darajali sarlavhalar deyarli ishlatilmaydi. 1-dan 4-chisigacha ishlatilishi mumkin. Undan u yog'i juda ham kichik bo'lgani uchun deyarli ishlatilmaydi. Balki qaysidir o'rinlarda kerak bo'lib qolishi mumkin. Kerak bo'lib qolsa ishlatishingiz mumkin. Xo'sh, keling endi bir tekst kiritaylik. Sizlarga bir veb sahifani tanishtirmoqchiman. Bu Lorem Ipsum generator veb sahifasi deb nomlanadi. Mana birinchi bo'lib ko'rsatilyapti. O'tsangiz, hech qanaqangi mazmunga ega bo'lmagan so'zlarni yaratib beradi, tekstlarni. Dastur yozayotganda shu narsa kerak bo'lib qolishi mumkin. Keling, mana bu yerda 100 turibdi. Shuni saqlanib qilib olamiz va veb sahifamizga kiritamiz. Ko'rimsiz o'qishga qiyin bo'ldi. Ozgina ishlov beraylik bunga. Xo'sh. Mana. Xo'sh, saqlanib qilamiz. Buni yopsak ham bo'ladi. Endi kerak emas. Mana. Tekst kiritildi. Bir qaraganda juda ham chiroyli, o'zi tartibli turganday ko'rinishi mumkin. Bunda muammo nima? Shunchaki tekstni kiritsak bo'ladiku degan tushuncha kelishi mumkin. Muammoni hozir ko'rsataman sizlarga. Keling, buni kopirovat qilamizda, joy tashlab yana ikkinchi paragrafni kiritamiz. Tekst editorda ko'ringanda xuddi ikkita tartib bilan joylashgan paragraf
turganga o'xshaydi. Endi buni keling veb sayfamizda yuklab olamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda hech qanaqangi bo'sh joy qoldirilmagan va mana bu ikkinchi tekstimiz birinchisini ketidan yozilyapti. Nimaga? Chunki brauzer bu farqni tushunmaydi. Bu faqat text editorda bu farq ko'rinyapti. Brauzerda esa bu xuddi shu shaklda ko'rsatish uchun unga kerakli informatsiyani berishimiz kerak va bu informatsiya albatta o'sha kerakli elementlar orqali beriladi. Bu elementimiz, ya'ni yangi hozir ko'radigan elementimizning nomi P elementi. Bu inglizcha paragraf, o'zbekchasiga ham paragraf deb tarjima qilinadi. O'sha so'zning bosh harfidan olingan. Keling, mana birinchi paragrafimizni ochib bu yerda yopib olamiz. Keling, ikkinchisini ham ochib va yopib olamiz. Saqlanib qilishni unutmang. Yuklaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, endi ikkita paragrafdan iborat bo'ldi matnimiz. Nimaga? Endi brauzerga biz ma'lumot berdikki, tekst mana bu yerdan to mana bu yergacha bo'lgan tekst bitta paragrafga tegishli. Bu so'zdan ikkinchisigacha bo'lgan tekst esa ikkinchi paragrafga tegishli degan ma'lumotni berdik va o'shani bizga ko'rsatib beryapti. Yana bir muammo bor. E'tibor bering, mana bu tekstda, text editorda turgan tekstda nonumi degan so'zda keyin yangi qator boshlanyapti. Bu yerda esa bu so'zdan keyin yana yangi so'zlar kelyapti. Yana o'sha muammo. Brauzerga hech qanaqangi ma'lumot berilmagan. Bu yerda nonumidan keyin yangi qator boshlanishi haqida. Buni esa yana bir nima deydi, o'sha maxsus elementlar orqali brauzerga ma'lumot berishimiz kerak. Aks holda brauzer buni shunchaki hammasini ketma-ket ulangan tekst deb tushunadi. Xo'sh, buning uchun bizga yangi elementimiz xizmatga keladi. Bu elementimizning nomi br. Bu elementimiz o'zini o'zi yopadigan element. Shuning uchun xohlasak br deb yozishimiz mumkin, yo bo'lmasa mana bunday qilib yopsak ham bo'ladi. Ikkalasi ham to'g'ri. Shuning uchun siz o'z didingizga qarab kelib chiqib xohlaganingizni ishlatishingiz mumkin. Keling, o'chiraylik. O'chirmasak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Xo'sh, endi yuklaymiz. Men saqlanib qildim. Saqlanib qilishni unutmang. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu so'zdan keyin yangi qator boshlandi. Demak, br elementi bu inglizcha break, ya'ni o'sha bo'lish, to'xtatish degan so'zdan olingan qisqartmasi va bu o'sha tekstni ichida yangi qator boshlash uchun brauzerga ma'lumot berish uchun ishlatiladi. Keling, mana tekstimizni chiroyli qilib xuddi text editorda turganidek qilib brauzerda ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana hamma kerakli joylarga br elementini kiritib chiqdik. Mana ko'rib turganingizdek, endi maxsus elementlar yordamidagina o'sha text editorimizda ko'ringan shaklni brauzerda shakllantira oldik. Demak, har bitta o'sha shaklga, o'sha matnni o'zimiz xohlagan shaklga keltira olish uchun brauzerga qo'shimcha informatsiya kerak bo'lar ekan va har bitta o'sha qo'shimcha informatsiya maxsus elementlar orqali amalga oshirilar ekan. Demak, bugun 6 ta elementni ko'rib chiqdik. Bu har bir elementidan to H6 elementigacha, ya'ni 1-darajali sarlavhadan 6-darajali sarlavhagacha va P paragraf elementi va br break elementi tekstni yangi qatorda, yangi boshlash uchun ishlatiladigan element. Agar biror yerda siz paragraf elementi orqali yangi paragraf kiritmoqchi bo'lsangizda va buni yopishni unutib qo'ygan bo'lsangiz va undan keyin ikkinchi paragrafni boshlab yuborgan bo'lsangiz, bunda brauzer buni qanday tushunadi?
brauzer agar ikkinchi paragraf, yangi paragrafni ko'rsa, birinchi paragrafni avtomatik tarzda o'zi yopadi. Aynan mana shu tugagan joydan, yangi paragraf boshlangan joydan mana yuklab olamiz. Ko'rib turganingizdek, hech qanaqangi xato ko'rsatmayapti. Oldingisidek ishlayapti, chunki brauzer buni o'zi biza uchun yopib berdi. Lekin harakat qilinglar, o'sha hech narsani unutmasdan qoidalarga amal qilib yozishga, chunki o'sha har bitta qilingan xato bir qo'shimcha asab buzilishiga, qaysidir ma'noda vaqtni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun e'tiborli bo'lib kod yozishni tavsiya qilaman. Bugungi mavzumizda ko'rmoqchi bo'lgan mavzularimiz shular. Keyingi mavzuda, xudo xohlasa, HTMLda tekst strukturasi mavzumizni davom ettiramiz va yangi elementlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bugungi darsda qatnashganlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.